Ya Hormay, assalomu alaykum. Meni kutmayapsizmi bola? Taniysiz meni? Videolarimni ko'rib turasizmi? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Telefonni olingchi, bitta ko'raylikchi. Mana shunaqa kutilmagan paytda chiqib qolaman-da. Keling. Yaqinroq keling. Ey, obuna bo'lmagan ekansiz. Obuna bo'ling. Qani ba'dikini ko'ramiz endi. Obuna bo'lgansiz, 100 ming so'mozni yutdingiz. Istoriyaga like bosgan bo'lsangiz 50 ming. Kiringchi? Ya, yo'q ekan. Hozircha 100 ming yutuqdasiz. Endi Telegram kanalga obuna bo'lganmisiz? Yo'q, Telegramda yo'q. Faqat Instagram. Bo'lmasa 50 ming yana qurib qoldingiz. Agar ketma-ketlikda 10 ta videoga like bosgan bo'lsangiz $100 olasiz. Tushundingizmi? Ketdi mana 1 2 nima yo'q? Mana ko'rdingizmi siz? Nimaga yo'q? 100 ming yutdingiz. Obuna bo'lganingizga. Siz obuna bo'lmadingiz. Telefoningizni ko'ring, zaradi nechi? 35 ha? Mana buni 35 ming sanab oling. Oldingizmi 35 ming? Siz 100 ming torting. Obuna bo'lganingizga. Nima ekan? Obuna bo'lishsinmi? Qaranglar, bitta narsada uylarni remont qilish kerak. Kafel olish kerak, burchatkalar qilish kerak, to'g'rimi? Rishtonda eng zo'r optim arzon joy qayerda bilasizlarmi? Men sizlarga aytaman, bilmasanglar. Siz tutami? Qarang, jon kafellari bor. Keramizki zavod shundoq yonida. U joyda 100 dan ortiq burchatkalar qilib, kafellar, granitlar hammasini kesib berishadi. Arzon narxlarda. Borib ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunaqa vashshi zo'rlari borda. Nomerlarni ham qoldiraman. Rishtonda nomer ading. Butun respublikaga dastavkalari ham bor. O'zlari usti ham topib berishadi. Bir borib ko'rasizlarmi? Tavsiya qilaman. Joningiz sog' bo'lsin. Rost ekanmi? Obuna bo'lishsinmi? Rahmat, sog' bo'linglar. O'rtoqlar, agar sizlarga ham xuddi shunaqa kafel, burchatkalar hammasi kerak bo'lsa, kanallarga kirib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.